2023 va 2024-yillarda eng trendga chiqqan parranda turlaridan biri, ya'ni Jersey tovuqlari. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizning mavzusi Jersey tovuqlarining barcha ma'lumotlarini sizlarga taqdim etib qolamiz. Videomiz yoqsa bir dona laykni bosib, bizni kamtarona mehnatimizni qadrlagan holda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolgan bo'lardik. Bugungi video davomida sizlar Jersey tovuqlari qayerdan kelib chiqqan, qanday parvarish qilinadi, qanday xususiyatlarga ega, barchasini to'liq full ma'lumotlarni sizlarga taqdim etib qolamiz. Sizlarni ko'p kuttirmagan holda biz videoni boshlaymiz. Keyingi chiqaradigan parranda turimiz, ya'ni kanalimizga joylaydigan videomiz qaysi parranda turi haqida va qanday zot haqida bo'lishini xohlaysiz. Siz xohlaydigan parranda turini albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlarda va taklif va talablaringdan kelib chiqqan holda sizlarda barchalaringga manzur bo'ladigan videolarni kanalga joylab boramiz. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Jersey gigant tovuqlari New Jersey shtatining seleksioner Dexter Vahum tomonidan yaratilgan bo'lib, aslida John va Thomas Blake Burling okrugi tovuqlari bu zotni ko'paytirish ustida ancha ilmiy ish olib borishgan. Xo'rozlari 6-7 kilogramm atrofida, tovuqlari esa 4 kilogramm atrofida go'sht qiladi. Birinchi Jersey gigantlari faqat qora rangda edi, ammo 1921-yilda ular Angliyaga olib kelindi. U yerda seleksioner boshqa ranglarni ko'paytirish ustida ish boshladilar. Keyinchalik Yevropaning boshqa mamlakatlarida Jersey gigant tovuq zoti paydo bo'ldi. Natijada Angliyada oq rangi va Germaniyada ko'k rangi bugungi kunda kelib 3 ta rang standart tomonidan rasman o'rnatilgan. Zumraddan yasalgan qora, ko'k ramkali va oq boshqa har qanday ranglar tovuq naslchiligidan avtomatik ravishda olib tashlashga olib keladi. Jersey gigant tovuqlarining jo'jalari juda tez o'sadi. Yil davomida xo'rozlari allaqachon 5 kilogramm atrofida vazn yig'ish xususiyatiga ega. Eng faol o'sish davri esa dastlabki 5 oy muddatni o'z ichiga oladi. Jersey gigant tovuqlarining ijobiy va salbiy tomonlarini sanab o'tadigan bo'lsak, afzalliklari quyidagilarga kiradi. Qamoqda saqlash sharoitlari oddiylikda, ittifotli va xotirjam xarakter, yaxshi rivojlangan inkubatsiya instinkti, tez o'sish, go'shtning yuqori mahsuldorligi, ya'ni bu sizlar uchun sanalgan afzalliklari. Endi kamchiliklari: semirtirishga moyillik, katta yashash maydoniga bo'lgan ehtiyoj, 1 yoshdan oshgan qush yoshida go'shtning ta'mini yo'qotishi, ya'ni go'sht sifati yoshi kattalashgan sari mazasida o'zgarish sezilar ekan. Jersey tovuqlari parrandalar orasida o'zining onalik instinkti bilan ham ajralib turadi. Ya'ni jo'ja ochgandan so'ng polaponlariga juda mehribon va yaxshi parvarish qiladigan parranda turlaridan biri hisoblanadi. Va o'zimizda xonaki parrandalarga qaraganda, ya'ni o'zimizda jaydari tovuqlarga qaraganda bu nisbatan ko'proq tuxumlarni o'z ichiga qamrab oladi. Misol uchun biz xonaki tovuqlarimizga 9 ta, 11 ta atrofida tuxum bostiradigan bo'lsak, Jersey gigant tovuqlarimizga 15 tagacha bo'lgan tuxumlarni bemalol bostirib, jo'ja ochtirib olishimiz mumkin. Jersey gigant tovuqlari haqida sizlarga beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xato va kamchiliklarimiz uchun uzr. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.